Okey, oldingi safar ishxonamda bitta Malibu'ni pulini o'g'irlashdi deb keldingiz-da. Mana bu security kamerasi bor, soatimizni oldingiz. Ushladingizmi, okey? Kimligini topdingizmi? Ha, kassani oldiga qo'ydim, shuni bergan narsangizni. Mayli qo'yib. Bemalol, okey. Kassani oldiga qo'ydim, chuqur kuzatdim. Aha. Bilsam shu yaqin ishongan ukamizdan chiqdi-da shu narsa. Voy. Kutmagan odamingizdan chiqar ekan. Shunaqa lekin, okey. Ko'pchilik aytadi, okey, mana shu narsalarning foydasi yo'q deb, okey. Bitta o'zingiz maslahat bering. Men chista maslahat beraman sizlarga. Menga o'xshab tushib qolishni xohlamasanglar, olinglar, qo'yinglar shu narsalardan. Endi ikkinchi ofisimga ham qo'yishim kerak. Qaysini maslahat berasiz bularingizdan? Xo'p, okey, qarang, mana bu ko'rib turgan narsangizni hammasi bor. Qaysi yo'qsa bemalol qilib beraveraman. Men rotorni plan qilyotgandim. Okey, lekin zo'r tanlov qildingiz. Ko'rib turibsiz, okey, 4 dona qolgan. O'zi bunga talab kuchli-da, rasa ko'p-da. Agar olsangiz ziyon qilmaysiz. Mana okey, ko'rib turibsiz. Takoy ofisingizga qo'yib qo'ysiz, umuman bilmaydi ham. Bu Bilinmasaga вообще okey. Qayerda o'zi buni? Izlasiz topib olasiz, okey. Lekin вообще cho'tga ketaver mana shu. O'rtoqlar, sizlar ham mana shunaqa tushib qolmasdan oldin ehtiyotinglarni qilib qo'ysanglar, zarar ko'rmaysizlar.